hazır ben kaputta qamoqxonada yaşagandan biraz zabor ettirecekler. İnan şunun için İçki işler xodimini çağırıp qo'yibman zabor ettirmaslik uchun. Qachon bir insof kelar ekan bu qurilish tashkilotining rahbariga bizlarga ozor berish to'xtatar ekan deb kutdik, lekin hech qanday natija bo'lmadi. Eng achinarli holat shundaki, buni tagida tekis holdagi beton qoplama bo'lgan. Ko'rib turibsizki, ana 1 metrdan balandroq holatda o'sha loyli qoplamani yotqizishgan. Qilib cho'plab tozalashga majbur bo'lyapmiz. Zabor etilmagan siz uyingizga kelmagan vaqtingiz men sizga aytdim, bir marta telefonimni oldingiz. Shu vaqtda qizim kasallar darvozani ochib ko'rsatsa, sexning ichidan o'tsin dedingiz. mana kechganlar dedingiz, falon topmay dedingiz. Siz ham topasiz dedingiz. Uni deringizda deb qoldimmi? Sizni bitta nohaqlik tarafingiz, ochig'ini aytaman, fikrim bu.